Demak, sizlar bilan milliy sertifikatga tushgan ajoyib bir misolni yechimini o'rganamiz. Ketdik. Demak, aytyapti, s ni a orqali ifodalang. Birinchi o'rinda s ni topishimiz kerak. Demak, hamma misollarni 3 va 5 ga keltirishimiz kerak. Ketdik. Mana bu 25, 5 kvadrati degani va haligisi bunga keladi. Va busi 3 ga ham tegishli. 3 ni sayinchisi bo'ladi. Teng. 5 ga karrali son, 5 kara 81 degani. Mana 5, 81 bilan 3/4-darajasi. Asosiy ishimiz 5 ni o'rniga 2 ta b ni olib kelib qo'yamiz darajadagi. 3 ni o'rniga 2 a intisini olib kelib qo'yamiz. Kelishdiki? Ketdi. 5 ni o'rniga nima keladi? 2 ni b intisi keldi. Yonida 2 ta c turibdi. Pastga tushamiz. 3 ni o'rniga nima keladi? 2 ni a intisi keladi, c turibdi. Teng. 5 ni o'rniga 2 ni b intisi keladi. Ko'paygan 3 ni o'rniga 2 ni a intisi, tashqarida nima bor? 4-inchisi turibdi. Asos bir xil daraja ayriladi. 2 ni 2 ta bc ayrilgan ac teng. Ko'paytirilgan daraja qo'shiladi. 4 ta a qo'shilgan b shaklda. Asos bir xil tashlab yuboramiz. Va 2 ta bc minus ac teng bo'lar ekan 4 ta a plus b ga. S ni guruhdan olib chiqib ketamiz. Ichkarida 2 ta b minus a qoladi teng 4 ta a plus b qoladi. Maqsad s ni topish. S teng 4 ta a qo'shilgan b bo'lingan 2 ta b minus a ko'rinishidagi yechimga ega bo'lamiz.